Yong'oqning foydali ekanligini hammamiz eshitganmiz. Ammo bu foydalar nimalardan iborat? Keling, bu borada mutaxassislarning fikriga quloq tutamiz. Grek yong'og'i moyining foydasi haqida mutaxassislar quyidagicha fikrlarni bildirishadi. Yong'oq moyi ozuqaviy, ta'm va shifobaxsh xususiyatlariga ko'ra eng yaxshilardan biri sanaladi. Unda omega 3 va omega 6 nihoyatda muvofiq nisbatlarda mavjud. Bu moy E vitaminiga va odamga zarur ko'plab mikroelementlarga boy. Muntazam iste'mol qilinganda u ko'plab kasalliklarda yordam berishi mumkin. Yurak-tomir tizimi ishini me'yorga keltiradi. Qalqonsimon bezga tartibga soluvchi ta'sir ko'rsatadi. Aqliy mehnat layoqatini oshiradi. Uyquni yaxshilaydi va charchoqni oladi. Saraton o'simtalari paydo bo'lishi xavfini kamaytiradi. Organizmning shamollash infeksiyalarga chidamliligini oshiradi. Ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Yaralar, kuyishlarning bitishini tezlashtiradi. Ammo har qanday mahsulotni iste'mol qilganda me'yor bo'lishi kerakligini unutmaslik zarur.